Chiroq mana bunday yonib o'chyapti. Nima uchun? Buni sababini hozir ko'rib chiqamiz. Driver yechildi. Erigan qismi ko'rinib turibdi. Hozir ochib ko'ramiz endi buni. Mana kondensator ustida ishib qolgan. Ustida ishib qoladi yoki tag qismidan ichidan suyuqlik oqib chiqishi, qizib sirtida yorilib ketishi, qaynab chiqishi, eng ko'p holat ustida yorilib qolishi mana shunday pirpirab yonish defekti sababchisi bo'ladi. Mana bu esa soz holatdagi kondensator. Mana ustida ishmagan. Kondensator almashtirildi, endi yoqib ko'ramiz. Mana endi pirpirash yo'q. Yorug'ligi tiniq.